Jamiyatdagi o'zgarishlarni oldindan sezish mumkin desam ishonasizmi? Biz jamiyatda bir mavzuni qabul qilmaymiz, noqonuniy yoki g'ayriixtiyoriy tarzda sotish. Masalan, Hindistonga borsangiz, ko'chada yotgan bitta odamni qarasangiz, pochkasi yo'q. Uyda o'tirib, bu yil mana mavzularni ko'tarib kino ishlasa kerak, deyishmasa kerak har holda. Bir jinsli oilalar, ya'ni bu mavzuni qaysidir ma'noda jamiyatda normal qaralishi, noqonuniy yoki bir insonni ixtiyoriga zid ravishda shu odamga ko'chirsak, nimasi yomon buni? Axir bitta olimni saqlab qolayotgan bo'lamiz-ku va yuqoridagi sanab o'tilgan bosqichlardan o'tib, bu mavzu ba'zi insonlar uchun oddiy holga aylanib ulgurdi. Jamiyat qabul qila olmaydigan g'oyalarni insonlarga asta-sekin pog'onalar bilan oddiy qilib ko'rsatish. Bu Overton window. Ya'ni biz jamiyatda bir mavzuni qabul qilmaymiz, lekin Overton windowga ko'ra shu 5 pog'onadan keyin bu mavzu bizga oddiy bo'lib qoladi. Agar foydali ma'lumotlarni eshitib borishni xohlasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu mavzuni yaxshi tushunishimiz uchun biz bugun organ trade yoki organ trafficking mavzusini tanladik. Bu insonlarni o'ziga kerakli bo'lgan organlarini noqonuniy yoki g'ayriixtiyoriy tarzda sotish. Masalan, Hindistonga borsangiz, ko'chada yotgan bitta odamni qarasangiz, pochkasi yo'q. Nimaga? Chunki organ trafficking rivojlangan. Bitta Hindistonda emas, boshqa shaharlarda ham. Bu 5 bosqichli model qaysidir ma'noda hamma jamiyatlarda qo'llanilib kelgan. Va shu jihatdan bizning jamiyatda ham bunga o'xshash voqealar bo'lgan. Videoning oxirida bu haqida alohida aytib o'taman. Unthinkable, ya'ni o'ylab ham bo'lmaydigan. Qaysidir ma'noda bir mavzuni bizning jamiyatga begona bo'lgan mavzuni bizning jamiyatga olib kirilsa, ko'p odamlar buni rad qiladi. Shulardan bittasi organ trafficking. Insonlarning organlarini sotish. Ko'p insonlar buni aytadi, "Yo'q, noto'g'ri narsa bu. Bu haqida o'ylab ham bo'lmaydi" deyshadi. Lekin Overtonga ko'ra bu ayni jarayonning boshlanishi. Ikkinchisi esa bu vaziyatga radikal qarash. Organ trafficking mavzusi ochilganda birinchi stejda qabul qila olmagan insonlar bir muddatdan keyin bu mavzu yana ochilsa, boshqa insonlar bu haqida oddiy munozara bo'lyapti. Ya'ni faqat bu mavzuni gaplashib o'tiribmiz, muhokama qilyapmiz degan vajni oldinga surib, bu mavzuni jamiyatga olib kirishga o'z hissaligini qo'shishayotgan bo'ladi. Birinchi, ikkinchi bosqichlar qaysidir ma'noda bir-biriga o'xshash. Ya'ni insonlarga qarab farqli bo'laveradi. Lekin uchinchi bosqich bu acceptable. Qabul qilsa bo'ladigan degani, ya'ni organ traffic yoki organ traffickingni qabul qilsa bo'lish qaysi ma'noda bo'lishini tushuntiraman. Ikkinchi bosqichdagi insonlar bu haqida muhokama qilyapmiz degan vajni oldinga surishadi va ba'zi toifadagi insonlar buni muhokama qilgandan keyin bundan albatta pozitiv rezultatlar olishimiz ham mumkin degan mavzuni oldinga surib, qaysidir ma'noda buni jamiyatga sindira boshlashadi. Misol qilib aytishimiz mumkin, ya'ni ular aytishi mumkin. Bir olim o'zini hayotini ilmga bag'ishlagan qaysidir yo'nalishda va olamdan o'tayotganda unga qaysidir ma'noda bir organ kerak bo'lib qoldi. Shuni biza organ trafficking yo'li bilan, ya'ni noqonuniy yoki bir insonni ixtiyoriga zid ravishda shu odamga ko'chirsak, nimasi yomon buni? Axir bitta olimni saqlab qolayotgan bo'lamiz-ku degan misollarni keltirishlik ham mumkin. Bu ayni 3-bosqich. Gollywood yoki Bollywood. Bu kino kompaniyalar haqida eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Bu kabi kino kompaniyalar kinoni qanday ishlab chiqarishini to'g'risini ham bilmayman. Uyda o'tirib, bu yil mana mavzularni ko'tarib kino ishlasa kerak, deyishmasa kerak har holda. Odatda bu Overton windowni 4-bosqichiga tushadi. Ya'ni katta kino kompaniyalar jamiyatga qabul qilib bo'lmaydigan g'oyani olib kinoga qo'yishadi, qahramonlar yaratishadi va insonlar uni ko'radi, ko'z o'rganadi. Va ba'zi toifa insonlar bu haqida suhbat qiladi, insonlarning qulog'i o'rganadi. Qarabsizki, organ trafficking degan mavzu jamiyatga kirib kela boshlaydi va insonlar uni oddiy qabul qiladi. Kinolar olindi, mavzular muhokama qilindi va qo'shtirnoq ichidagi misollar keltirildi va bu mavzu, ya'ni bizning misolimizda organ trafficking jamiyatga olib kirildi. Lekin shu o'rinda bo'lsa ham ba'zi insonlar bu mavzuga qarshi bo'lish tabiiy. Ana o'sha qarshi insonlar uchun Overton window 5-strategiyani ham qo'ygan. Bu bosqich qonun bilan himoyalash. Ya'ni
o'sha turdagi insonlar organ trafficking bizni mavzumizga qarshi chiqishni boshlasa, bu mavzuni qo'llab-quvvatlaydigan insonlarni qonun bilan himoyalaydi. Qarabsizki, jamiyat yana o'z o'rnida ketaveradi. Jamiyatdagi o'zgarishlarni oldindan sezish mumkin desam ishonasizmi? Albatta, bu yuqoridagi sanalgan 5 ta strategiya bilan agar bularni yaxshi o'rgansak, biz jamiyatga kirib kelishi mumkin bo'lgan mavzularni oldindan bilishimiz mumkin. Bu strategiya bizga tez qaror qabul qilmaslik yoki berilgan ma'lumotni darrov inkor qilmaslik yoki ularni qabul qilmaslikni o'rgatadi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, bir jinsli oilalar, ya'ni bu mavzuni qaysidir ma'noda jamiyatda normal qaralishi. Bu ham bir paytlar, ya'ni 3-5 yil oldin tanqid qilinadigan mavzu bo'lgan va yuqoridagi sanab o'tilgan bosqichlardan o'tib, bu mavzu ba'zi insonlar uchun oddiy holga aylanib ulgurdi. Umid qilaman bu mavzu siz uchun foydali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.